Yaxshi ish, Denji. Bu tanani qora bozorda yaxshigina summaga sotsa bo'ladi. U uchun senga 400 ming beraman. Rahmat. Qarzini foizlar bilan hisoblasak 170 ming qo'yapti. Yana iblis topuvchi administrator to'lovi, boshqaruv xarajatlari va yana ozgina bilasanmi, penilar. Atigi 70 ming qoldi. Suv, gaz, kommunal qarzlarni to'lovidan keyin cho'ntagingda ximir ham qolmasa kerak. Qarzlarni hisoblash qiziq. Shu bilan menda 1080 yen qoldi. Uyda ovqat yo'q. Bu pulni esa bir oyga yetkazishim kerak. Shuning uchun Pochita. Kechki ovqatga yana qotgan non yeymiz shekilli. Nega iblislarni ovlash uchun bunaqa ovsar yollashimiz kerak? Ovsarsan ahmoq, u bizga qarzini to'layapti. Munda o'ylab qarasa, bu o'lgan otasining qarzlari edi. Ani yonidagi iblis it nima, unga yordam beradimi? Haqiqiy iblis ovchilari Yakuzalarga iblislarning jasadlarini berishmaydi. Bundan tashqari Denjining eng yaxshi tomoni shundaki, u aytilgan narsani so'zsiz bajaradi. Hoy, it! Mana bu sigaretni yesang senga 100 yen beraman. Rostdanmi? Yoqimli ishtaha. Yana iblis paydo bo'lganda sen bilan bog'lanamiz. Qochishga urinsang cho'chqadek bo'g'izlab tashlaymiz. Bu pul bilan biz qornimizni to'ydiramiz. Qachondir eshitgandim. Odatda odamlar nonni yeyishdan oldin unga murabbo surishgan ekan. Oddiylik biz uchun shunchaki orzu. O'lishimdan oldin bu qarzlarimdan qutulishimga shubham bor. Bu kechda bironta qiz bilan tanishmay o'lib ketaman. Bu axlatxonaga qizlarni taklif qila olmayman. Uchrashuvga borishga esa pul yo'q. Mana bitta orzuyim bor.